anchadan beri bunaqa ta'sirli she'rlarni, chiroyli davrani, samimiy ko'ngillarni, qalblarni, chehralarni ko'rmaganimga ham ancha bo'lgan edi. Chunki yo'nalishim ma'lum bir muddatda birozgina o'zgardi. Meni ko'pchilik hozir bu yerda biladi, lekin juda sog'inganman she'r aytishni. Bugun men ustozimiz Muhammad Yusuf xotiralariga bag'ishlab yozgan bir she'rim bor. O'shani o'qib bermoqchiman sizlarga. Oldimda qog'oz yo'q, telefondan imkon boricha harakat qilamiz. Ustozga xat. Ustoz men charchadim, yo'lim bitmasdan. She'rimga boqmoqqa yuzim qolmadi. Ko'zlagan manziliga qo'lim yetmasdan tizzalarim cho'kdi, so'zim qolmadi. Nuqul qalamimni charxlaydi hasrat, nohaqlik, zardalar, gina-yu tuhmat. Menga kerakmi shu shukursiz she'rlar? Menga kerakmi shu tuganmas kulfat? She'r bo'lsa, yoqsa-da dillarni o'tsiz, ko'rsa-da kitobxon quvonib, quvnab. She'r bo'lsa, baqirsin ovozsiz, unsiz, shoir o'tirmasin qofiya o'ylab. Ilhomimga loyiq bo'lmadimmi yo? Bir baxtning suratini chiza olmay so'zda. Balki aybdor emas beshafqat dunyo, balki da hamma ayb o'zimda, o'zda. Ko'zimni ko'r qilib o'tsam bo'ladi, yomonga siz yaxshi, siz a'lo deya. Qo'lidan bir yumush kelmas sutxo'rga, yaxshiyam siz borsiz, siz balo deya. Xiyonat qilsalar rahmatim aytib, bir kun qaytaraman desam bo'lmasmi? Ursalar yuzimga boshqasini tutib, jilmaysam bo'lmasmi? Xursand bo'lmasmi? Yo'q. Bo'lmaydi-da, menga bo'lmaydi. Istasa dunyoning o'zgarsin o'zi. Soxta she'rlar yozib ko'nglim to'lmaydi. Axir kitobxonning ko'rinmas ko'zi. Nima bo'lsa bo'lar, borini yozaman. Oqini oq deya, qorani qora. O'zini kamsitmam, gulday yozaman. She'rlarim alomat, she'rlarim sara.